Assalomu alaykum. Bugungi brifingimiz mavzusi Uzagro sug'urta aksiyadorlik jamiyati tomonidan 2025-yil 1-chorak davomida amalga oshirilgan ishlar to'g'risida bo'lib o'tadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 1-martdagi sug'urta xizmatlari bozorini yanada rivojlantirishning kompleks chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ 108-son qarori qabul qilinganligi sug'urta bozorini yanada rivojlantirish, sohaga zamonaviy axborot texnologiyalarini keng joriy etish orqali sug'urta xizmatlarining ommabopligini va sifatini oshirish va sohani takomillashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur qarorga muvofiq 2024-yil 1-sentyabrdan boshlab sug'urtaning barcha turlari bo'yicha sug'urta, qayta sug'urta shartnomalarini yagona avtomatlashtirilgan axborot tizimi orqali ro'yxatdan o'tkazish va sug'urta polislarini ushbu tizim orqali rasmiylashtirish majburiy hisoblanib, shuningdek, barcha sug'urta turlari bo'yicha sug'urta polislarini faqat qog'oz shaklda rasmiylashtirish amaliyoti bekor qilindi. Jamiyatimizda mazkur qaror ijrosi yuzasidan chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqilib, taqdim etilayotgan sug'urta polislari 2024-yilning 1-sentyabridan onlayn shaklga o'tkazildi. Bugungi kunda aholi va jismoniy shaxslar uchun Uzagro sug'urta aksiyadorlik jamiyati 30 dan ortiq onlayn sug'urta xizmatlarini taqdim etib kelmoqda. Aytish joiz, jamiyat tomonidan onlayn polislarni sotib olish jarayoni soddalashtirilgan bo'lib, mijozlar o'zi haqidagi minimal ma'lumotlarni kiritishi orqali ma'lumotlar bazasi avtomatik ravishda to'liq shakllanadi. Shuningdek, Uzagro sug'urta aksiyadorlik jamiyati tizimida mijozlarga qulaylik yaratish maqsadida sug'urta da'volariga oid arizalarni jamiyatning agros.uz veb-sayti orqali onlayn yuborish tizimi joriy etilgan. Mijozlar jamiyatning veb-sayti orqali sug'urta hodisasi bo'yicha da'vo arizasini yuborishlari hamda sug'urta hodisasi yuzasidan tegishli hujjatlar to'plamini elektron ilova qilgan holda onlayn yuborishlari mumkin. Jamiyat faoliyati xalqaro reyting agentliklari tomonidan e'tirof etib borilmoqda. Xususan, Moody's xalqaro reyting agentligi Uzagro sug'urta aksiyadorlik jamiyatining moliyaviy barqarorlik reytingini BA3 barqaror prognozi darajasida tasdiqladi. Bu natija xalqaro investorlar va mahalliy aholining sug'urta xizmatiga ishonchini yanada mustahkamlash uchun muhim indikator hisoblanib, jamiyatning xalqaro qayta sug'urta bozoriga chiqish imkoniyatini jadallashtirmoqda. Ushbu hujjat xalqaro maydonda jamiyat tomonidan yuridik va jismoniy shaxslarga yuqori sifatli sug'urta xizmatlarini ko'rsatilib kelinayotgani tan olinganligini belgilaydi. Jamiyatda murojaatlar bilan ishlash bo'yicha ham tegishli ishlar amalga oshirilmoqda. 2025-yil 1-chorak davomida jismoniy va yuridik shaxslardan 810 ta murojaat ro'yxatga olingan bo'lib, shulardan 777 ta yozma va og'zaki, 33 tasi virtual qabulxonalar va dan kelib tushgan. Yozma va og'zaki murojaatlarning 725 tasi qanoatlantirilgan, 33 tasiga tushuntirish berilgan. 19 tasi sug'urta hodisasi tasdiqlanmaganligi sababli rad etilgan. Virtual qabulxona orqali kelgan murojaatlarning 25 tasi qanoatlantirilgan, 7 tasiga tushuntirish berilgan va bittasi sug'urta hodisasi tasdiqlanmaganligi sababli rad etilgan. O'zbekiston Respublikasi Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi, O'zbekiston marketing uyushmasi va boshqa tashkilotlar hamkorligida bo'lib o'tgan 3-xalqaro Tashkent Marketing Forum 2025 forumida Uzagro sug'urta aksiyadorlik jamiyati 2024-yilda O'zbekistonda onlayn sug'urtani rivojlantirishga qo'shgan hissasi uchun mukofotiga loyiq deb topildi. Uzagro sug'urta aksiyadorlik jamiyati va Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti o'rtasida imzolangan o'zaro memorandumi asosida mustahkam hamkorlik o'rnatilgan. Hamkorlik keng ko'lamli yo'nalishlarni qamrab oladi. Qo'shma ta'lim dasturlari va ilmiy amaliy seminardan tortib, talabalar uchun amaliyotga yo'naltirilgan tadbirlargacha. Xususan, jamiyat binosida Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Pendidekan xalqaro qo'shma ta'lim dasturi bo'yicha fakultetning iqtisodiyot va menejment kafedrasi filiali ochildi. Yangi o'quv markazi talabalarga o'qishni sug'urta sohasida amaliy ish bilan uyg'unlashtirish, soha uchun yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash imkonini beradi.
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedrasi filialida nazariy va amaliy mashg'ulotlarni o'z ichiga olgan ta'lim dasturlarini amalga oshirish bo'yicha ishlar tashkil etilgan. Talabalar iqtisodiy fanlarni chuqur o'rganish va olingan bilimlarni amaliyotda qo'llash imkoniyatiga ega bo'lib, bu ta'lim sifatini oshirish va zamonaviy mehnat bozori talablariga javob beradigan mutaxassislar tayyorlashga xizmat ko'rsatib kelmoqda. Shuningdek, korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha Uzagro sug'urta aksiyadorlik jamiyatida tizim xodimlarining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirish, ularning korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirishga qaratilgan tadbir tashkil etildi. Unda 2025-yil 5-mart kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti raisligida o'tkazilgan korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha Milliy kengash yig'ilishida belgilangan asosiy yo'nalishlar va ustuvor vazifalar muhokama qilindi. Jamiyatda korrupsiyaning oldini olish, manfaatlar to'qnashuvini bartaraf etish va xatarlarni boshqarishga oid chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqildi. Har bir xodimning shaxsiy manfaatlari jamiyat manfaatlariga qanday ta'sir ko'rsatishini baholash tizimi takomillashtirildi. Uzagro sug'urta aksiyadorlik jamiyati faoliyati har bir mijoz muhim, uning manfaatlari ustuvor tamoyili asosida tashkil etilgan bo'lib, korrupsiyaga qarshi kurashish kampaniyaning asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi va bu boradagi ishlar tizimli ravishda amalga oshirib borilmoqda. Kampaniya to'g'risidagi qo'shimcha ma'lumotlarni agros.uz sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarimizdan olishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.